bugun bir Samarqanddan bemorimiz keldilar. Yoshlar shu 50-55 atrofida. Ikkita ko'zlarida ham plus juda yuqori, 12 plusi bor. Ikkita ko'zda gavhar yo'q, yoshligida gavhar olib tashlangan, chunki tug'ma katarakta bo'lgan. Va o'sha paytlar gavhar qo'yilmagan. Endi shunaqa davrlar bo'lgan. Bemor linza taqadi. Linzada qancha ko'radi? 20% ko'ryaptilar. O'zdan ko'zlarda bir 2%, 3%, ya'ni o'zdan ko'zlardan 10 barobar ko'ryapti. Lekin baribir to'liq ko'rish yo'q. Ko'z dangasa bo'lib qolgan. Ko'zda gavharli kapsulalari ham yo'q. Bunaqa holatda biz gavhar qo'yamiz. Skleral fiksatsiya deyiladi. Qo'yib gavharni tikib qo'yamiz va bemor shu 2-3 qatorda ko'zoynaksiz linzasi ko'radigan bo'ladi. O'shanga tayyorlaymiz ko'zni va o'shani qilib bersak, bemor o'sha keyin kontakt linza va ochkidan xalos bo'ladi va o'ziga komfort sharoit keltiradi. Bunaqangi bemorlar juda ko'p. Agar sizda ham ko'zingizda gavhar olib tashlangan bo'lsa yoshligingizda yoki tug'ma ko'zingizda plusiz katta bo'lsa, albatta ko'z nuri klinikasiga murojaat qiling. Bizda turli xil yo'llar bilan ko'zni ko'rishini ko'tarish mumkin. Ko'zda imkoniyatlarni kelib chiqqan holatda ko'rishingizni yaxshilash ehtimoli bor. Agar sizda ham shunaqa muammo bo'lsa, ko'z nuri klinikasiga albatta murojaat qiling.